Leksimiz dikkat kılın hürmetlik vatandaşlarım. Leksimizden devam mavzumunda. Reis Xi Jinping'in Amerika'nı ziyaret kılışını kechiktirishning ichki siri oshkorlandi. Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping'in suhbati 3 cho'ng maqsadga yetmoqchi. Mavzuli xabar 3-oyning 31-kuni Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Oqsaroy bugun ataganda Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping'ning kelar hafta suhbat o'tkazilganligini e'lon qilib, bugun kechda Prezident Trump Kompartiyaning hayvesini tushadi. Çünkü Kompartiyasining hayvesini Prezident Trump bugun kechda tushadi. Prezident Trump Twitter'da mundaq ko'rsatdi. Kelar hafta Jungo bilan o'tkaziladigan yig'in intayin qiyin bo'ladi. Çünkü Amerika zor miqdorli ta'tir farqga endi bardoshlik berolmaydi. Diqqat vatandaş. Twitter'ga yozib Prezident Trump nima dedi? Jungo ile Amerika o'rtasida o'tkaziladigan yig'in yoki suhbat intayin qiyin bo'ladi. Çünkü Amerika zor miqdorli ta'tir farqga bardoshlik berolmaydi. Aksaray bugun kechda qisqa xabar e'lon qilib, Prezident Trumpning 31-kuni Prezident Trumpning 2 turlik ma'muriy buyruq imzo qo'yganligini jakardi. Uning birinchisi Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligi dunyoning har qaysi davlatlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rtasida bo'lib qo'yilgan savdo tijoratda o'ttirg'i chiqqan ta'tir farqni tekshirish. Endi 90 kun ichida prezidentga doklad qilish. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari dunyoda nurg'un davlatlar bilan savdo tijorat qiladi. Mushular bilan o'ttirg'i chiqqan savdo ta'tir farqini tekshirish va 90 kun ichida prezidentga doklad qilish. Ma'muriy buyruqning ikkinchisi har qaysi davlatlar qo'llangan to'kma qilib setish, qo'shimcha haq qo'shib berish tadbirlari. Oqsaroy Savdo komitetining mudiri Navarro bo'limlar alqagan maslahatlashish orqali qarshi tadbir elishni chorlarni izlab tepib, Amerika Qo'shma Shtatlarining qattiq boj elishini amaliylashtirish dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari Savdo ministrligining ministri Ross apandim bilan Oqsaroy Savdo komitetining mudiri Navarro apandilar birlikda muxbirlarni kutib olish yig'iniga qatnashdi. Ross apandi bilan Navarro apandimlar o'xshash ma'muriy buyruq Jungoga qartilgan emas deyishdi. O'xshashlar bu ma'muriy buyruq Jungoga qartilgan emas deyishdi. Lekin Ross apandi misol keltirib, Jungo Amerikaga birinchi darajali ta'tir farq paydo qilguvchi davlatdir dedi. Oqsaroy Savdo komiteti mudiri Navarro bo'lsa, men biladigan to'kma qilib setish delosida Jungo 1/3 qismini egallaydi deb ko'rsatdi. Demak, Ross apandi undaq dedi, Navarro apandi nima dedi? To'kma qilib setishning 1/3 qismini Jungo egallaydi dedi. Zo'r ta'tir farqining ko'p qismini Jungo egallaydi, Jungo paydo qilguvchi dedi. Ross apandi bilan Navarro apandi. Lekin bular boshlagan nima dedi? Jungo qartilgan emas dedi. Endi bu diplomatiya siyosiy barlag'i. Amerika matbuotlari bu ikki turlik ma'muriy buyruq Prezident Trump bilan Reis Xi Jinping suhbat o'tkazganda bevosita Jungo qartilamdi deb orqa-orqadan savol qo'ydi muxbirlar. Oqsaroy Savdo komitetining mudiri Navarro mundaq ko'rsatdi. Bu ikki turlik ma'muriy buyruq Prezident Trumpning saylam davridagi va'dasini ijro qilish uchun chiqarilgan buyruqdir. Demak, saylam davrida Jungoga 45% atrofida boj qo'yish deganni tilga olgan edi. Navbatdagi Amerikada qurilgan yangi hukumatning prezidenti Trump apandi, andamayada Navarro apandi nima deydi? Saylam davrida bergan va'dani ishga oshirish uchun deydi. Gap eg'ir yerdan kelyapti, hurmatli vatandoshlar. Oqsaroy Savdo komitetining mudiri Navarro mundaq ko'rsatdi. Bu ikki turlik ma'muriy buyruq Prezident Trumpning saylam davridagi va'dasini ijro qilish uchun chiqarilgan buyruqdir.
Savdo ministri Roz mundaq ko'rsatdi. Prezident Trumpning ma'muriy buyrug'i Savdo ministrligidan savdo vakillar organidan Amerikaning doklad tayyorlab, savdo tijorat vositalarini qalaymiqon ishlatgan o'zaro manfaat yetkazish tadbirlari kamchil bo'lib, ko'tarib qo'pqisiz ta'tirib farq keltirib chiqargan davlatlarni, jumladan moddiy buyum va mulozimatni o'z ichiga oldi, ko'rsatib berishni talab qiladi. Doklad tayyorlab, mushu davlatlarni ko'rsatib berishni talab qiladi. Prezident talab qildi, dokladni boshqalar tayyorlaydi. Amerikaning yer shari bo'yicha taraqqiy qilgan davlatlar va taraqqiy qilayotgan davlatlardan g'ayri boj elish to'sqinligi intayin tuvan bo'lib kelgan davlat. Tuvan boj elib kelgan davlat. Shunga boshqa erkin savdoni ta'kidlaydigan davlatlar Amerikadan battar o'z davlatining savdosini qo'g'dashni ta'kidlaydigan davlatlar. Roz apandi bundaq ko'rsat, ma'muriy buyruq imzo qo'yilgan 90 kun ichida aloqador organlar har qaysi davlatlarning odil bo'lmagan savdo qilishining sabablarini tepib chiqish o'rinlashtirildi. Tizimni kuchgan davlatlar ichida Jungo paydo qilgan ta'siri farq 300 milliard 470 million dollarlik o'tkalga yetib keldi. Roz apandi mundaq ko'rsatdi. Amerika azaldan mundaq tuzumlashgan savdo tijorat tahlili bilan shug'ullangan emas. Bu faktlar kelgusida Amerika hukumatining siyosat belgilashi uchun foydalanishga bo'ladigan faktlar. Agar tekshirish konkret bo'ladigan bo'lsa, Prezident Trump 90 kunni saqlamayla harakatga o'tsa bo'laverdi. Dokladga asoslanganda Jungo pul kontrol qilguvchi davlat qatoriga kirgizilamdi deb qo'yilgan savolga Roz apandi u ish dokladning ishi emas, balki savdo ministrligining ishidir deb javob berdi. Navarro apandi mundaq ko'rsatdi. To'kma qilib setish va hukumat to'liqlama qo'shib berish Amerikaning boj kirimiga ziyon solib qolmasdan Amerika ishchilariga adolatsiz raqobat paydo qildi. Demak, biz boshda nima deb qo'yilgan mavzu bilan bu xabarning mazmuni farqli. Boshda nima dedi? Amerikani ziyorat qilishni Rais Xi Jinping nima uchun kechiktirdi? Hozir kechiktirdi degan gapmi yo'qdi. Bu Xitoy xabar tarqatuvchilarining kallasi qayib ketdimi bilgin olmadi. Lekin shu mavzu ostida so'zlangan gap hozir Amerikadagi ikki buyuk qattiq qo'l rahbar, Jungoga qattiq qo'l soladigan rahbar, masalan, Navarro, anaqadagi savdo ministrligining ministri Roz apandi, Oqsaroy savdo komitetining mudiri Navarro apandilar o'tirg'i chiqdi. Rais Xi Jinping ati o'g'in Amerikaga yetib kelishdan burun bu ikki qattiq qo'l rahbar nayt muhim bir soha. Esinglarda bo'lish kerak. Vatandaşlarım, Turan apandi esingizda bo'lish kerak. Biz nima degandik? Beijingdagi tarixshunos Zhang Lipan nima degan edi? U urush, bu urush qo'yib turgan u yoqda eng dahshatli urush savdo urushidir. Deb ko'rsatgan edi. Shu vaqtda men sizlarga leksiyada shunday so'zlagan edim. Hozir Amerikada bu ikki buyuk rahbarning, masalan, Prezident Trump kabinetining a'zolari Roz apandi bilan Navarro apandining o'tirg'i chiqishi, buni oxirini men bir nima deyolmayman, lekin suhbat 6-7 kuni Florida shtatida boshlandi.